Assalomu alaykum. Bugun biz avtotransport korxonalarining aylanma mablag'lari va ularning iqtisodiy mohiyatini batafsil ko'rib chiqamiz. Aylanma mablag'lar genali bu ishlab chiqarish fondlari va muomala fondlarini tashkil qilishga mo'ljallangan pul mablag'laridir. Aylanma mablag'lar ishlab chiqarish va uning uzluksizligini ta'minlashning moddiy asosi hisoblanadi. Avtotransportda aylanma fondlar qatoriga yoqilg'i, ehtiyot qismlar va shinalar zaxiralarini kiritishimiz mumkin. Muomala fondlari esa korxonaning hisob raqamidagi pullari va turli debitorlik qarzlaridan iborat bo'ladi. Bu jarayon pulning xizmatga va qaytadan pulga aylanishdir. Bu sikl qancha tez aylansa, samaradorlik shuncha yuqori bo'ladi. E'tibor bering, aylanma mablag'larning yarmidan ko'pi yoqilg'i zaxiralariga to'g'ri keladi. Mablag'lar korxonaning o'z foydasi yoki banklardan olingan kreditlar hisobiga shakllanishi mumkin. Me'yorlashtirish esa bu uzluksiz ishlash uchun zarur bo'lgan minimal resurslar miqdorini aniqlashdir. Amaldagi tartibga ko'ra, avtotransport korxonalari uchun aylanma mablag'lar me'yori 45 kun qilib belgilangan. Aylanish koeffitsiyenti mablag'larning 1 yil davomida necha marta aylanib qaytishini ko'rsatadi. Mablag'lar aylanishi tezlashgani sari korxonaning umumiy tushumi va daromadi ham o'sib boradi. Aylanish muddati qisqarsa, ortiqcha mablag'lar bo'shaydi va ularni yangi texnikalar sotib olishga yo'naltirish mumkin. Debitorlik muddati cho'zilsa, pul muzlab qoladi. Bu esa yoqilg'i sotib olishda uzilishlarga va inqirozga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, aylanma mablag'larni to'g'ri boshqarish esa muvaffaqiyat garobidir. E'tiboringiz uchun rahmat.